Assalomu alaykum. Navbatdagi duolasa mebelimizni buyurtmalarni asosida tayyorlab berdik. 1 metrlik patinka qo'yadigan abuniksa tepalarida g'aladonlari bilan bor. Duolasa uning ichlariga 4 qatordan tushadi. 2 qator tushadi. 8 tadan poyabzal tushadi. Duolasa mana hammasinikini chekalarini заводской fabrikniy kronka qilib berilgan, chekalarini polkalarigacha hamma taraflarida mana 3 tadan polkasi bor. 1 2 3 ta 4 ta, 5 6 ta polkasi bor. 4 tadan tushganda ham bir qatoriga 8 ta tushadi. Bu 24 ta poyabzal sig'adigan qilib yasab berganmiz. Razmeri 1 metr, bo'yi balandligi 1.30 cm, yonboshlari 25 cm qilib yasab berganmiz. Kimga shunaqa poyabzal qo'yadigan abuniksalar kerak bo'lsa, buyurtma asosida tayyorlab zakazlarga qilib beramiz. Telefon nomerlarimizni aloqada qoldiramiz. Telefon nomerlarimizni aloqaga chiqarasiz.